Moto Center'dan sizlar uchun qaynoq yangilik. Bir tonagacha ko'taruvchi elektronika labimiz. Labimiz akela ikkita yordamchi tumanka, ikkitasi o'zi hamda bitta lechroqlar bilan jihozlangan. Balon razmerlari 4,5 mm kerak, bort razmeri esa 1.80 ga 1.30 qilib ishlangan. Bortlari ham anchagina chuqur qilib ishlangan. Balon razmerlari kamida 4,5 ga 12 qilib ishlangan. Zapaska balonlari ham mavjud. Tepada o'zini alohida luk hamda mayda-chuyda solib yurgan bagajlari ham mavjud. Salon qismlariga ham o'zi bitta baho berib, ikkitasi avtomatik korobka, shaybochali skors, magnitofon kolonka hamda zadniy kameralar ham mavjud. Qish uchun o'zini alohida pechkalari ham bor ekan. Tepada o'zini alohida luk qismlari, akkumulyatorlari esa 6 tali akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Media motor 1800 vattli, yurish kilometr 80 km, yurish tezlik bemalol 50 tezlikgacha chiqa oladi. Bundan tashqari Moto Centerda barcha turdagi elektron hamda benzinli motorlarni topishingiz mumkin. Misol uchun bir tonagacha ko'taruvchi elektron motorlarimiz narxi skidkada $850. O'zingizdan bilasizlar, oldin $900,000 ham sotganmiz. Bundan tashqari bizda bir tonagacha ko'taruvchi kabinkali motorlarimiz ham mavjud. Bular narxlari $1300, bosh razmeri 1.80 ga 1.30. Ikkita yonda o'zining alohida tegalari ham mavjud. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida oldin-ordan akalar bemalol o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Ko'pda yordamchi tumanka, ikkitasi o'zi hamda bitta lechroqlar bilan jihozlangan. Salon ichida o'zining magnitofon kolonkasi, qish uchun pechka hamda luk qismlari ham mavjud. Hamda bizda ham xuddi shunaqa turdagi elektronika mashinalarida ham topishingiz mumkin ekan. Xuddi shuni oq va qora ranglardan mavjud ekan. Salon qismlariga o'zi bitta baho berib o'tib ketmasingiz bo'lmaydi bunisini. Mashina rullari bilan jihozlangan ekan. Shaybatchali skors, avtomatik korobka ekan, panejning qismlari ham mavjud. Zadniy kamera ham tepada o'zining alohida luklari, 4 kishiga odam bemalol o'tirib keta oladi. Buni yurish kilometri bemalol 100 km-gacha yura oladi. Yurish tezligi 35-40 tezlikgacha chiqadi. Bundan tashqari akalar benzinli motorlarimiz narxi $1400 dan boshlab $3400 gacha bo'lgan benzinli motorlarimiz mavjud. Magazinin ichki qismida akalar xuddi shunaqa turdagi elektromobil, kichik o'yinchoq hamda skuter, uch g'ildirli elektronika skuterlarni ham topishingiz mumkin ekan. Skuterlarimiz narxi $400 dan boshlab $1200 gacha. Usti ochiq uch g'ildirli elektronika skuterimiz narxi $650, usti yopig'i $1200. Korpus hamma joyi temirdan ishlangan bo'ladi. Akkumulyator 5 tali 45 amperli akkumulyatordan, media motor 1200 vattli, yurish kilometr 80 km, yurish tezligi esa bemalol 50 tezlikgacha chiqa oladi akalar. Ikki xil ranglari mavjud. Bundan ham arzoni bor, $1000 ekan. Buni ham ikkita yonda tentlari mavjud. Akkumulyator faqat buniki 32 amperli akkumulyatordan 5 ta joylashgan. Bundan tashqari yana ham arzonroq kerak bo'lsa, 850, 900 ham $950 elektronika skuterlarimiz mavjud. Buni narxidagi farqi bular tenti yo'q, o'shaning uchun bularga qaraganda sal arzonroq bo'ladi. Keyin bemalol o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Kichik turdagi o'yinchoqlarni ham olib kelib qo'yganmiz. Farzandingiz yoki jiyanlaringizga olib bersangiz bo'laveradi. Akalar, manzilimiz shunaqasi Qo'qon aeroport, ya'ni Yaypan yo'nalish. Bunaqasi akalar Qo'qon sport zavodidan chiqib kelish. Qo'qon sport zavodi chorrahasida joylashgan. Yo'paramiz Qo'qon iqtisodiy zona akalar. Bu yerlarda o'zi ko'pchilik bilishadi. Shunaqasi ketaverish Bog'dod yo'nalishi bo'ladi. Agar bu yerlarni bilmasangiz, bemalol Telegramdan yoki telefon qilishingiz mumkin. Sizga lokatsiya ham tashlab beraveramiz. Aytib o'tganimdek, bizda hammasi zavod hamda optim narxlardagilar ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.